Biz yangi O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar davlatda yashayapmiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, men sizlarga Payariq tumanida ayanchli bir voqea haqida xabar bermoqchiman. 19 kundan beri komada yotgan yigit uchun adolat bormi sarlavha asosida bugun video murojaatimizni qilamiz. Payariq tumani Navruz mahallasi Qo'tirboloq hududida sodir bo'lgan dahshatli voqea bo'yicha jamoatchilikning savollari tobora ko'paymoqda. Bu voqea men uchun oddiy bir xabar emas. Jabrlanuvchi tumanimiz fuqarosi uni qanday ahvolga tushganini, oilasi nimalarni boshdan kechirayotganini bilgan inson sifatida bu sukunatga befarq qarab tura olmayman. Gap oddiy janjal haqida ketmayapti. Ular o'tkir tig'li, temir jismlar, beta, armatura, oshxona pichoqlari bilan qurollanib olib, o'ta kuchli reja tuzishgani aytilmoqda. Jabrlanuvchining yaqin do'stlari tomonidan bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yigitning bosh suyagi yirik 3 bo'limga sinish, miya ichiga kuchli ko'p miqdorda ichki qon ketishi, bosh qismi 3 marotaba ochilib, og'ir operatsiyani o'tkazgan. 4 ta qovurg'a sinib, o'pkani teshib kirgan. Jigar kuchli tarzda ezilgan va bo'ynidan sim bilan beshafqatlarcha bo'g'ilgan. Olingan og'ir jarohatlar sabab u 19 kundan beri chuqur komada yotibdi. Endi esa eng og'riqli savollar tug'ilishi mumkin-ku. Bunday og'ir jinoyatga oid holatda gumonli qilinayotgan shaxslar nega hanuzgacha erkinlikda yuribdi? Tergov harakatlarini ichki ishlar organlari olib borayotgani aytilmoqda, ammo jamoatchilikka tushunarsiz bo'layotgan jihatlari juda ham ko'p. Agar voqeada bir nechta shaxs ishtirok etgani haqida ma'lumotlar guvohlar tomonidan mavjud bo'lsa, ularni protsessual maqomi, ehtiyot chorasi va tergovning keyingi taqdiri nima bo'lishi mumkin? Yana bir xavotirli ma'lumot, gumon qilinayotgan shaxslardan biri chet elga chiqib ketgani aytilmoqda. Agar bu ma'lumot tasdiqlansa, tabiiy savol tug'ilishi aniq. Nega vaqtida tegishli choralar ko'rilmagan? Bugun jabrlanuvchi hayot uchun kurashyapti. Uni oilasi esa adolat qarori topishini kutmoqda. Biz hech kimni sud hukmisiz jinoyatchi deb e'lon qilayotganimiz yo'q, ammo gumon qilinayotgan shaxslar bo'yicha qonun doirasida zarur protsessual choralar ko'rilishi, tergov xolis va shaffof olib borishi shart deb bilamiz. Prokuraturaga savollarimiz bor. Ushbu ish bo'yicha gumon qilinayotgan shaxslar qani? Ularning protsessual maqomi qanday bo'ladi? Nega ayrim shaxslar hanuzgacha erkinlikda yuribdi? Gumon qilinayotgan shaxslardan biri chetga chiqib ketgani haqida ma'lumotlar rostmi? Agar rost bo'lsa, uni mamlakatdan chiqib ketishiga qanday sharoitda yo'l qo'yildi? 19 kundan beri ushlanmagan bo'lsa, jabrlanuvchining og'ir tan jarohatlari va 19 kundan beri komada bo'lgan holatga huquqiy jihatdan qanday baholar berdingiz? Bu savollarni berish tergovga aralashish emas deb hisoblayman. Bu jamoatchilikning qonun va asosiy savollari hisoblanadi. Biz faqat bitta narsani istaymiz: haqiqat aniqlansin. Aybdorlar qonun oldida javob bersin. Aybsiz bo'lsa, bu ham qonuniy tartibda oydinlashtirilsin. 19 kundan beri o'lim bilan kurashayotgan insonni boshidan kechirganlari javobsiz qolmasin. Bir insonni hayoti va oilasini ko'z yoshlarini sukunat bilan yopib qo'yish mumkin emas. Adolat kechikishi mumkin, ammo adolat yo'qolib qolmasligi kerak. Hurmatli ichki ishlar bo'limi, prokuratura xodimlari, sud tizimi, bu ish shunchaki yopilib ketadigan navbatdagi ish bo'lmasligi kerak. Biz yangi O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar davlatda yashayapmiz. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Barcha gumonlanuvchilarni topib kelib, qonun doirasida chora ko'rishingizni so'rab qolamiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchimanki, ijtimoiy tarmoqda faoliyat yurituvchi payariqlik Marjona Akmalovna bo'laman. Ushbu jinoyatga befarq bo'lmagan holda, jim qarab tura olmagan holda adolat so'rab ijtimoiy tarmoqqa o'z savollarim bilan video murojaat yo'lladim.